Ko'zingga nima qildi? Shayton chimchilab ketgandirdi. Kamera o'g'irlash kerak edi oyoq tagida. Alo. Ha, hozir. To'xtang. Maylimi bir piyola choy ichsak? Shoshib turibman. O'zing ichaver. Gapiravering. Xo'p. Bo'ldi, hozir yetib boraman. Hozir yetib olaman sizga. Yetolmayman sizga. O'shanga siz albatta o'sha yoqqa olib borasiz. Boraman. Rostdan. Albatta men sizdan oshib ketaman, chunki o'tda ichimliklar umuman boshqacha. Rostdanmi? O'sha yoqqa Voy, boraman. umuman boshqacha. Olib ketaman sizni. Mazza qilib. Kechirasiz. Kafe yopilyapti. Ish vaqtimiz tugayotganligi uchun hisobingizni olib kelgandim. Yopilmasın. Yopilmayapti. Yopilishmayapti. Hop. Eshigi har doim ochiq bo'lgan, yopilmaydigan joyga boramiz. Tushunarlimi? Buningizni oling-da, hozir to'lay boramiz. Do'st, chiqib keting, biz hozir qilamiz. Bekzod, Hozir kelyapman. Bekzod. Kel bu yoqqa. Bekzod bu yoqqa kel. Labbi Anvar aka. Hozir bizani eshik hech qachon yopilmaydigan, biz uchun har doim ochiq bo'ladigan yaxshi joyga olib bor. Qayerga olib borsin? Yaxshi ko'rgan klubga olib borasan, tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Bor, harakatingga qil. Biz esa ketdik, mana o'tamiz. Sekin. Hozir. Ehtiyot bo'ling. Sekiroq. Hozir men biz to'g'ri klubga borib, Voy, sekiroq. Sekin. Anvar aka, balki Anvar aka, uyingizga borganingiz ma'quldir. Tag'in uy ham yopilib qolmasin. Ha? Bilmayman-da. Nima deding hozir? Anvar aka, Ha? Men uyim eshigi har doim ochiq bo'ladi, tushunding? tushundim. Sen o'zingning ishingni qilgan. Men o'zim bilganimcha mazza qilaman. Hazillashdilar, bo'ldi. Yo'q, men hazillashmadim. Xo'p. Tushunarli, bo'l, bo'shashma, bo'h, ishingni qil. Ketdik. To'g'ri klubga ketdik. Mazza qilib yozib tushamiz hozir. Ochiq dasturxonga har doim pashsha yopishar ekan. Eshikni ochdim. Kiravering, hozir chiqaman. Kenaya? Assalomu alaykum Kenaya. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Bekzodjon? Rahmat, Xudoga shukr. Bugun ham tong ottirib keladilarmi? Kenaya. Ularni o'ylaguncha bunda o'zingiz ham o'ylasangiz-chi. Xo'jayin kechroq keladilar. Xavotir olmang. Bunda o'zingiz uchun ham yashang Kenaya. Nima qilasiz tong otgungacha kutib buni? Agar mendan biror yordam kerak bo'lsa, bemalol tortinmasdan aytavering.
Tundami, tongdami oldingizga uchib kelaman. Mayli. Rahmat sizga. Xo'p, gaplarimni o'ylab ko'ring-a. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, chaqiravering. Xo'p? Rahmat. Yaxshi yetib oling. Xo'p. Xayr. O'rta, sen 1 minutga kirib turgin, men hozir kiraman. Sabina, qalaysiz? Yaxshimisiz? Anuni nomeringizni olgandim. Esladingizmi? Dilshod. Ha, o'sha Dilshod. Qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat. Telefon qilmoqchi edim, nomeringizni yo'qotib qo'ydim. Unda yozib oling. Xo'sh. 90 125 88-47. Tushunmadim ukam. Kim bu? Nodir tushunmang. To'xta, qo'lingni. Yo'q. Kim bu? Boray, qurbetda. Yuring, birga ketamiz. Yuring, Menga ketdik. qaragan. Sizni ham shayton chimchiladimi deyman? O'chir ovozingni. Yo'q, shunaqami? Xos, ha? Keling. Birga o'tirib, bir piyola choy ichaylik. Xos, to'xtab tur. Gapir. Yuring, birga choy ichaylik. Bolaligimda otam bilan onam doim birga nonushta qilishardi. Dasturxon boshida aytilgan niyatlar albatta ijobat bo'ladi derdilar. Bir martagina loqal bir lahza xayolim haqiqatga aylansin. Ovsar, men choy ichmayman. Men aro, viski, konyak ichaman. Bormi? Allo. Ha, hozir yetib boraman. Bo'pti. Menga qara. Senga o'zi nima yetishmaydi? Uying bor bo'lsa, mashinang bor. Xohlagan joyingga borasan. Mendan nima istaysan? Birga bir piyola choy ichsak bo'lmaydimi? Keyin nima? Ketib qolasanmi? Men homiladorman. Ammo sizga aytishga ulgurmadim. To'g'rirog'i, fursat bo'lmadi. Esing joyidami? Biz hali tayyor emasmiz-ku? Nimaga mendan beso'roq ish qilyapsan? Ha? O'y. Meni boshqa rejalarim bor. Tushundingmi? Homiladormish. Boydan beri sizga qarab o'tiribman. Menimcha sizni qayerdadir ko'rganman. Qayoqda? Islomiyamman qayerda ko'rganman. Lekin siz menga eslatishingiz kerak. Birga eslaymizmi?
lekin sizni ko'rganimda men to'g'risini aytaman, menimcha yaxshi ko'rib qo'yganman. Bundan oldin ko'rishganimizda. Ha? Nima gap? Bor, ishingni qil. Yoshli o'syapti. Ha? Bor. Bor. Tinchlikmi? Haydovchi. Aql o'rgatyapti. Mayli. Raqsga tushamiz. O'ynaymiz. Ketdik. Kenaya? Assalomu alaykum, Kenaya. Anvar akam, Anvar akangiz meni yubordi oldingizga. sizni? Malika. Gaplarimni o'ylab ko'rdingizmi? Nima qilyapsan? Marras. Kim deb o'ylayapsan meni? Uzr. Kenaya, uzr so'rayman. Yo'qol ko'zimdan. Yo'qol. Xo'p, faqat Anvar akam bilmasin. Yo'qol dedim senga. Har kim o'z tengi bilan turmush qurishi kerak ekan. Ammo buni endi foydasi yo'q. Kechikdik. Kech bo'lsa-da, xatoyimizni to'g'rilash uchun men ketyapman. Sizni sizning qiynoqlaringiz bilan qoldiraman. Zero bir kun qiynoq eshigini qoqib jumaslikdan uyg'onishga harakat qilasiz-u, ammo vaqt o'tgan, kechikkan bo'lasiz. Allo. Ha, kalla pishdimi? Ha. Yaxshi dam oldingmi? Kechagi gap esingda? Qaysi gap? Nima, kayfing bormi? Yo'q, xotin ketib qopti.
ketib qayoqqa ham borardi. Kecha joyda ko'rishamiz. Yo'q. Hech qayerda ko'rishmaymiz. Voy, nima deganing bu? Hech qayerda ko'rishmaymiz deganim. Voy, va'da berganding-a. Shuncha odamga lafz qilding. So'zingda turarsan. Va'da berganding-a. Bo'pti, xo'p, faqat kechira boraman. Ishondim. Kutamiz. Xo'p. Nega men bir imlaganimda kela qolmayapsiz? Qayerga? Shu yerga. Ko'rmagandirman. Men sizni yaxshi ko'rib qoldim. Ishonma. Rostdan ishonmaysizmi? Ishonmaysizmi? Qo'lingizni bering. Mana. Bu sizga. Mengami? Olamiz. Zo'r. Rahmat. Ishondingizmi? Ishondim. Unda ramlani olamiz. Ishonganingiz uchun. Bo'pti. Siz uchun. Olamiz. Ha, nima bo'ldi? Voy, to'xtang.
Xo'sh. Yaxshi. Xullas yigitcha qandli diabet. Qandli diabet? Sochingiz to'kilishini ko'rib, men xavotirga tushgan edim. MRTga tushirganimning ham sababi shu edi. Nimadan xavotir olgan edingiz? Bilasizmi, aksariyat hollarda likoz, ya'ni bosh miyadagi rak hujayralarining faol rivojlanishi tufayli sochlar tez to'kiladi. Xavotirlanmang. Qandli diabet xavfli kasallik emas. Agarda parhezga qattiq amal qilsangiz. Qanaqa u? Umuman spirtli ichimliklar ichish mumkin emas. Yo'qsa bu kasallik ham yaxshisi mana bu javob varag'ini olib endokrinolog shifokori bilan maslahatlashganingiz ma'qul. U sizga kerakli tavsiyalarni beradi. Uka, o'zingizni ixtiyor qiling. Oyi! Kenayi kim bor? Kenayi! Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opangni chaqir. Uzr, kimsiz? Voy. Pochchini tanimadingmi? Ye, pochchi, sizni tanimanmi? Bor, opangni chaqir. Opamni doktorlar hozir kasalxonaga olib ketishdi. Nima bo'lganini bilmayman. Uyda hech kim yo'q. Hamma ketdi. Qachon? Hozirmi? Hozir ketishdi. Assalomu alaykum. Malika Mirzayevani olib kelishmadimi bu yoqqa? 1 daqiqa. 2-qavat 18-palata. 2-qavat? Yo'lakni oxirigacha borasiz, keyin chap qo'lga zina. Tushundim. Rahmat. Sog' bo'ling. Oyjon, vrach kelyapti. Malikaxonning qarindoshlarmisiz? Men onasiman. Qizim tuzukmi? Yomon emas. Lekin bolani asrab qola olmadik. Voy. Asosiysi qizingiz soppa-sog'. Zo'rg'a omon qoldi. Shunisiga ham shukr.
Oyijon. Keling, o'tiring. Oyijon, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ana kelayotgan kuyovingizmi, oyijon? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Malikaxonni bolasi. Nima qildi bolasiga? Bola. Voy, nega turdingiz? Yuring, kiring xonangizga. Malikaxon. Sizga nima qildilaring? Bolamni nima Malika. qildilaring? Tegadi. Yuring. Yuring. Siz aybdorsiz hammasiga. Siz aybdorsiz hammasiga. O'zingni bos. Bolam, bolam. tinchlaning. O'zingni ehtiyot qil, jon bolam. Qiling. Qo'yvar, o'zingni ehtiyot qil, Malika. O'zingni bos, bolam. Xo'p, olib kirib ketaman. Iltimos, olib kirib keting. Tinchlaning. Olib kirib keting, iltimos. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, sizga turish mumkin emas. Nega keldingiz? Endi qizimni tinch qo'ying. Tuzukmisan? Nega tikilib qolding? Ko'zlarimga ishonmayapman. To'kilishni boshladi. Voy. 3 kundan beri ahamiyat bermabman. Nima bo'ldi? Sen ketib qolganingdan keyin sochlarim ham meni tashab ketdi. Ko'rdingizmi? Men bo'lmasam, sochingiz ham sizga vafo qilmaydi. Kul. Kulaver. Rostdan ham juda kulgilisiz. Ertaga uyga ketamiz, xo'p? Qorning ochdimi? Bu narsa olib kelaymi? Yeysanmi? Hozir olib kelaman. Yo'q. Ketmang. Malika, nima yeging kelyapti? Hech narsa kerak emas. Malika. O'tirib bir piyola choy ichaylik. Aytishadi-yu. Nonushtada qilingan niyat ijobat bo'ladi deb.